Sochimizni do'q holati, sochimiz taglarida oqlari bor. Va bu sochga tergan texnikalarimiz mana bunaqa uchlariga kelib qolgan. Klientimizning talabi mana bu texnika teppadan boshlansin. Yo'l bo'lsin-da. Bardoviy xohlamayapsizmi bu safar? Jigarangmi? Bepulmi? Nima? Yo'q, mashit. Mana Nima rostdanmi har safar kardinalni o'zgartirib turasiz. Hali bu svetga. Bu safar shuni o'zida qolamisiz? Ha, bunda ana qilasiz, yo'l sari milирование o'xshagan. O'sha sal bundoq tursa bo'ladi. Sal bundoq qilamiz, tushundingmi? Bir joyi sariroq, bir joyi qizilroq qilasiz, shunaqa. Bo'ldi. O'sha nimalar, yo'llar. Bo'ldi. Rahmat. Videoni diqqat bilan ko'ring, siz uchun tayyor formula beraman. Milirvini texnikasini tanladim va mana shu Color Natural brendining Blue Star parashogini 6% ekstrakt bilan birga uch nisbatda texnikamni terib oldim. Ildizga va promitushkalarga qanday kraskalardan foydalanganligimni opисаниеga yozib qo'yaman. Tonirovkasi uchun esa aynan shu 8-2, ya'ni 8-urovindagi jemchujni bejevый svetdan foydalandim. Kokteylimdan tayyorlab sochini bo'yab oldim. Aynan kokteyl mavzusiga bag'ishlangan onlayn bepul master-klassimga qatnashdingizmi? Blue Star parashogida ishlaganimda qo'rqmasdan ishlayman, chunki tarkibidagi kerakli komponentlar tufayli sochni ehtiyotlab ochartirib beradi. Color Naturalni boy palitrasi bilan sochga shunaqa yoqimli ranglarni yaratish juda ham oson. Color Natural brendi sovg'a qilgan sochni ich-ichidan tiklovchi parvarish vositalari haqida esa istoriyalarimda yoritib boraman. Kuzatib boring. Bugun mana shu boshqacha qildik, sochlarni bobkare kesdik bu safar. Kareni hamma turidan kesib ko'rganmiz opamga. Vaqtida mana shu sochingizni berib turganingiz uchun va mana shu sochingizni men go'zallik yaratib mazza qilganim uchun sizga rahmat. Har doim mana shunaqangi boshqacha narsalar qildirasiz. Men mazza qilaman. Sizga ham rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Chiroyli qilib qo'ydingiz. Sochlarim oqarib keluvdi. Go'zalligini qarang. Zo'r bo'ldi, boshqacha. Nimada tonirovka qilganimni aytaymi? Описаниеga hammasini yozib qo'yaman. Ko'raverasizlar. Nima bilan ishladim? Nechida qildim, hammasini yozib qo'ygan bo'laman tagiga. Описаниеni o'qinglar.